8 misol tahlilini qilamiz. 2x kvadrat minus 5x plus 1 teng 0. Tenglamaning ildizlari a va b sonlar, ya'ni bu yerda x1 a ga, x2 b ga teng. Berilgan kvadrat tenglamani keltirilgan kvadrat tenglamaga aylantiramiz. U uchun 2 ga bo'lib o'tsak, x kvadrat minus 2,5x plus 0,5 teng 0 kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Bunga ko'ra ildizlari yig'indisi x1 plus x2 teng 2,5 ga, ildizlari ko'paytmasi teng 0,5 ga. Bu yerda x1 va x2 ni o'rniga a va b ni qo'yib yuborishimiz mumkin. Shunda a plus b teng 2,5 ga, a ko'paytirilgan b teng bo'ladi 0,5 ga. Hisoblashimiz kerak. 2a minus 1 ko'paytirilgan 2b minus 1. Bu yerda qavslarni ochib olamiz. 4ab minus 2a minus 2b plus 1. 4ab minus 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. A plus b plus 1 barobar a ko'paytirilgan b 0,5 ga teng, minus 2 ko'paytirilgan ildizlar yig'indisi 2,5 plus 1. 2 minus 5 plus 1 minus 2. B javob.